Bo'pti. Hop. Qo'shni tinchlikmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'tiringlar. Ko'rmaysizmi uydagi muammolarni? Uni buni qo'ying, birinchi iyunga yotgan ekan, bolalarning kuni. Parkka bu yoqqa olib borish kerak. Shu kuni odam gavjum bo'lib ketsa hamma yoqda. Undan tashqari narxlar ham osmonga o'sib ketadi-da. Hamma yoq muammo bo'lib ketyapti, aka. Shunaqa muammolar ko'p. Ana qo'shni, qarang, doim xursand bo'lib turadi. Haqiqatdan. Muammosi yo'q insonlarga o'xshaydi. Mana suhbatini olaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Bu har doim xursand bo'laverasiz. Buni siri nimada? Qilaverasiz qo'shni. Bo'pti, uni qo'ying. 1-iyunga nima nechali? Hop, 1-iyun kuni men bolalarni Bivajovni Charskiga olib boraman. Bivajovni Charski? Ha? Afsalongami? Da, o'sha kuni 1-iyun kuni bolalarga bayram bo'lar ekan, shirinliklar, sovg'alar, master-klasslar, umumiy qilib aytganda bayram muhiti bo'ladi-da, aka. Ham bilasiz, mashinangiz kirib qolgan. Ularda trading bilan nasiyasi bor ekan. Biror mashinani ham almashtira olaman. Ham o'sha kuni mashina oladigan bo'lsam, sovg'alar qo'shib berishar ekan. Zo'r. Qo'shni, bo'pti. Men shoshib turdim. Mayli. Charchamang. Sog' bo'ling. Hop. Xotin. Mayli.